Aka, sharmandaga o'ltiryapsiz. Sizni turishingizga qarab ko'cha-ko'yda akam degani uyalyapman. Kimsa Ismoilboyda akasi. Shu somsani sotmang deb do'konni ochib bergan bo'lsam sizga. Shu meni ham o'ylaysizmi ko'cha-ko'ydagi obro'yimda? Ko'cha-ko'yda odamlar nima deb o'ylaydi? Shuncha boyligi bo'lsa ham akasi anida somsa sotib o'tiribdi dedi. Uka, nima? Ozgina pul topib, otamiz bizni qanday boqqanlarini unutdingmi? Rosa maqtab olib kelding bayiga. Qani olib kelsin tezroq, ishga kech qolyapmiz. Hozir to'xtab tur, olib keladi bu bolan somsalari zo'r. Klienti ko'pda, bir yeb ko'rgan o'zing klient topib qolasan. Yoshligimda dadam tandirga somsa yopib yetganimda har safar o'rgatib turardilar. Qachon tandirga somsa yopsam, dadam rahmatlini ovozlari eshitilib turardi. Men otamni hunarini davom ettirganim uchun otamga bo'lgan sog'inchim bosilyapti. Kimsan Ismoilboy bo'lsang, u seni boyliging. Meni boyligim shu meni qo'limdagi hunar. Chunki bu otamizdan qolgan hunar. Menga qara uka. Agar mendan uyalayotgan bo'lsang, otam qilgan ish senga endi uyatli bo'lsa, bu menga o'gay, meni boqib olishgandi u. Ha, ba'zida ozgina pul topib kimligimizni unutib qo'yamiz. Bu bola otasini kasbidan uyalmay davom ettiryapti ekan. Otasini ruhini shod qilyapti ekan.